Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalik məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iroda bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'iy iroda bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilchi ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Shundoq, uning kinoni tadqiq qilishi yangi tajribaxona putgandan keyingi ish bo'lib, texi 2 yilga yetmagan bo'lsa-mu, uning ideyasi texichi 1887-yildagi baxti edi. Ashu kuni balalarga birdani aylanma surat elib berdi va uningga qiziqib, uni tomosha qildi. Suratlarni aylantirib ko'rib yetib, uning miyasimi harakatlanishga boshladi. Men kishilarning quliqi uchun patifonni ijod qildim. İnsan dilining derizisi bo'lgan ko'z uchun nima tuhfa qilishim kerak deb o'yladi. Ham shundoq bir mashina yasash kerakki, u patifon quloq uchun ishlaganga o'xshash, ko'z uchun ishlashi, hamda ikkisi birlashtirilib, ovoz bilan ko'rinish bir vaqt paydo bo'lishi lozim degan qarorga keldi. Mushu maqsadda u yangi tajribaxona putishi bilanla alohida bir eg'iz o'yni 5-tajribaxona qilib qurib, bu ishga tutish qildi hamda uningga yordamchisi Diksonni mas'ul qildi. Dikson uning yo'l yo'riqiga asosan nihoyat tezla tadqiqot uchun ishlatiladigan bir mashina yasab chiqdi. Bu mashina 1887-yildagi patifon bilan asosan o'xshash bo'lib, qo'l bilan aylantiradigan cho'ng pozining ustiga bir qavat rasm linsi o'rdi. Nepiz qalay taxta va yangi o'rniga rasmga tortish apparatining aynigini o'rlashtirdi. Ishiltadigan chaqda oldi bilan aynakni odam narsiga to'g'rilab, ondan tutquni aylantirsa, surat lentiga bir-biriga ulinib tushib turadi. Lekin qo'lning harakati ba'zida tez, ba'zida asta bo'lib, surat o'xshash bo'lmag'achqa, hamda lenta nachar bo'lg'achqa, tortilgan ko'rinishlar kishini qanoatlantirolmaydi. Edison bu yetarsizliklarni nazarda tutib, bir tarafdan lenta zavodidagilar bilan maslahatlashib, ularni slogan lenti ishlab berishga taklif qildi. Yana bir tarafdan qaytadan tadqiq qilib, patifon mashinasiga butunlay o'xshamaydigan yumshoq lenti bilan orqa rasmga tortish mashinasini yasab chiqdi. Ammo lenti zavodi ishlagan slogan lentisi sifatsiz ham qilin, ham qattiq bo'lg'achqa yo'galmadi. Shunga Edison bu lentining ikki chetiga har tishiga o'xshash tish chiqarib, tishliqchoqni aylantirish orqali uni harakatlantirib, rasmga tortish sur'atini qattiq kontrol qildi. Tishliq lentini sinov qilish natijasida suratning tez ostiligi, obrazlarning ko'rinishimi yomon emas bo'ldi. Lekin lenta ham qattiq, ham qalin bo'lg'achqa toza muvofiq bo'lmadi. Edison 1889-yili 5-oyning 30-kuni sifati yaxshi, yangi tipdagi Kata nomli fotoapparatdan birini setib oldi. Bu uningga yordi. U xo'shal bo'lib turgan chig'ida lenta zavodi uningga suzuk, nepiz ham yumshoq bir xil slogan lentasi ishlab berdi. Bu lenta uningga yordi. Dikson, qarg'ina, bizning ishimiz hal bo'ldi, deb varqirab ketdi. Lekin sinaq jarayonida yana yangi qiyinchilik yuz berdi. Slogan lentasi siliq bo'lg'achqa, rasmni uzildirmay tez tortgan chaqda asolli surilib ketib, ko'rinish to'g'ri tushmadi. Yani kelib lenta hem nepiz hem yumshoq bo'lg'achqa, uning qirig'i har tishi chiqarib tishliqchoq bilan harakatlantirgili bo'lmaydi. Endi qanday qilish kerak? Bu kichikini chatoq hech gap emas.
Edison birli o'ylanib lentadan to'shib etish usulini topdi. U slogan lensasining ikki tarafidan har bir surat tushiriladigan yerdan 4 dan to'shib geçib, bir g'altakning ustidagi ikki to'g'ri tishliq choqqa yo'gab o'rlashtirganda harakatni tizginlash ilgarikiga qaraganda nihoyatda puxta bo'ldi. Sinov qilish orqasida bundaq to'shib etish usulining tövandagi 3 cho'ng ortiqchiligini ko'rdi. Birinchidan, lentaning telib ketishidek yetarsizlik tubdan tugitilib, rasmni mukammal tortishga kapolatlik qilindi. Ikkinchidan, film tishliq choqning tartibli kontrol qilishi orqasida surat butunlay o'xshash bo'ldi. Har xil har rangdagi cho'ng kichik rasmlar u yoq bu yoqqa ketmay, dal o'tirg'i tushadigan bo'ldi. Mana shu sababdan obrazlar texmi yaxshi gavdlandi. Uchinchidan, kopiyani yuyib, rasm chiqarish texnikasimi osonlashdi. Dal shu chaqda u dunyo ko'rgazmasiga taklif qilindi. Shuning bilan u ayoli va cho'ng qizini elib, Parij, Berlin, Londonlarda 2 oydan ko'proq sayohat qildi. U Yevropadan Shoringiga qaytqicha Edisonning qobil yordamchisi uning yo'l yo'riqi bo'yicha dunyodagi tunji kino filmini ishlab chiqdi. Ya'ni Edison uchsig'i palto, beshig'i shlyapa kiygan holda xo'shal kulib chiqib, uningga xizmat natijasini ma'lum qilgan hiliqi ovozli kino filmi bitdi. Atsidan boshlab Edison bir necha yordamchilar bilan birlikda kinoni yaxshilash xizmatini tadqiq qildi. Lekin kinodagi obrazlar doim lipildab turadi. Ham nihoyatda tutqi edi. Uning ishi nihoyatda ko'p. Vaqti qis bo'lg'achqa kinoni tadqiq qilishga ajratgan vaqti ko'p emas edi. Shunga kino tadqiqotining ilgarilishiga ta'sir yetmay qolmadi. Keyin u bu xil kino qo'yish usulidan biroqla voz kechib, aylanma rasmga o'xshash bevosita ko'rgili bo'ladigan bir xil kino ko'rish apparati yasab chiqdi. Bu apparatning tuzilishi ancha murakkab emas edi. U egizligi 1,5 metr keladigan tiktot bo'lonliq sanduq bo'lib, uning ustida bir dona dumboq aynak cho'qchiyib turadi. Sanduqning ichiga yo'rtish uskunalarini ta'minlash uchun batareya qachlangan. Lenta bir-biriga garalishib ketgan mashinaga yo'gilib, har sekundiga 46 parcha rasm ko'rinish tezligida u yondan bu yonga o'tib turadi. Lenta o'tib turganda aynak o'rniga necha hassi cho'ngaytirilgan aynak qo'yilgan bo'lib, tomoshabinlar ko'rganda tez o'tib turgan lenta cho'ngaytish aynaki ostida xuddi jonliq narsadakla ochiq va aniq ko'rinib o'tib turadi. Kino ko'rish mashinasining muvaffaqiyatli holda yasalganlik xavri tarqalish bilan har qaysi joylardagi savdogarlar bu yangi kashfiyotni ko'tarib setib berish uchun orqa-orqadan kelishga boshladi. Edisonning ularga apparatni ishlatgili bo'lgan bilan lentaning sifati tex ko'ngildagidek emas. Buni yaxshilagandan keyin ondan bir narsa deyishayli deginiga ular nada quloq solsin. Ularning hammasi bir eg'izdan Edison apandim, hech gap yo'q. Biz oldi bilan to'xtam tuzib qo'yayli. Siz qachon bitirsangiz tuzilgan to'xtam shu kundan boshlab kuchga ega bo'lsin deb turib edishdi. Edison har jihatdan maslahatlashib, Rafu ismli bir kapitalist bilan to'xtam tuzib, uning kino ko'rish apparati shirkati qurishga mablag' qo'shishiga va Sho'rnegidagi tajribaxona ishlab chiqargan kino ko'rish apparati va lensini setishga ma'qul bo'ldi. Uzoq o'tmay Edisonning kallasiga boshqa bir xiyol keldi. Darhol bir loyiha tuzib, Edisonga berdi va darhol qurilishga tutish qiling. Bu bizga intoyin zarur dedi. Edison loyihani elib bir hazo ko'rgandan keyin darhol tushunib, qo'yuq qoshlarini uchirib, jarangliq ovozda "Xo'p, darhol tutish qilaman" dedi-da, taqqir diqqat turib, orqasiga o'rilib cho'ng qadam tashlab chiqib ketdi va yaxshi usul, aqlga barakalloh dedi ichida. Ancha uzun o'tmay, ya'ni 1893-yil 1-oy ichida tajribaxonaning yenidagi quruq maydonda ham to'tchasiga, ham so'qchoq shakliga o'xshab ketadigan yo'g'on bir lapas selindi. Uning hamma yeriga qora moy surkalgan bo'lib, quyosh nurida qop-qora parqirab turadi. Ko'pchilik yaqin kelib qarasa, shuncha bola cho'ng qurilishning shamol kirdigan derizasi yo'q ekan. Ichiga kirib, lapasning ichida bir dona rasm tortish mashinasidan boshqa hech narsa yo'qligini ko'rib, texmi hayron bo'lishdi. Lapasning tomlari, to'rislariga qaramay surkalgachga, uning ichi shundoq qorong'u ediki, odamning tini shurkinatdi. Ular shuncha bola cho'ng lapasqa yolg'iz bir dona rasm tortish apparati qo'yib qo'yganini emas.
Kinoga alamdikin desa, yo derizisi, yo chiriqi yo'q. Qandaq kinoga alg'ili bo'ladi? Quyosh nuridan foydalanib tortimiz. Diksonning xushxo'y ovozi orqadan anglandi. U so'zligach bir to'rikning qishig'i kelib, uningga bog'lab qo'ygan arg'amchini yashdida kuchab tortdi. G'aras-g'urus qilgan ovoz bilan tang to'risdagi taxtaylar surilib, lapasning cho'ng yermiga yo'riq tushdi. Ba'zilar chavoq chelib, "Mavi karomatni to'risni ochqili bo'ladi ekan emasmi? Arg'amchini bir tassa, osmonning yermi ko'rinadi" deb varqirabdi. Ba'zilar biroz gumonlanib, hozir kun sharq tarafda, cho'ng tunglikmi sharq tarafda bo'lg'achqa toza dal keldi. Agar sal turib kun g'arbga o'tganda qanday qilasizlar? deb so'radi. Dikson kulib ketib, qo'li bilan sharat qilib, "Yuringlar" dedi-da, ko'pchilikni agashtirib sirtqa chiqdi va ularga lapasni ko'rsatdi. "Kelinglar, itirib boqayli." Uning boshlamchiligida ko'pchilik ha-hu deyish birli itirib edi, lapas 180 gradus aylandi. Qarasa, to'risdagi cho'ng tunglik dal g'arbga o'tib qoldi. Ba'zilar inchikilab tadqiq qilib ko'rib, yasg'an narsasini qara. Aslida butkul qurilish aylanma o'qning ustiga o'rnatilib, aylandigan qilib yasalgan ekan-da deyishdi. Kinoga oladigan lapas bitgandan keyin Edison Nyu-Yorkka berib, usulchilar, boksurchilar, artistlarni taklif qilib, har xil kinolarni ishladi. 1894-yili 4-oyda Rafuning kinoxonasi Nyu-Yorkning Manchester ko'chasida rasmiy ochildi. Bundaq yangidan paydo bo'lgan ajoyib o'yinni kimning ko'rgisi kelmasin? Kinoxona ochilgan dastlabki kuni ko'chaga butunlay tomoshachilar to'shib ketdi. Afsuski, kino ko'rish mashinasi aran 10 edi. Bir maydon kino uchun 10 dona bilet setilg'achqa, kinoxonaning oldida kishilar tixmi-tixmoq bo'lishib, bir-birini ittirishib, tartib qalaymi-qallashdi. Hatto saqchilarmi amal qilish olmadi. Rafuning o'qiti yurishib ketdi. Bu haqiqatan yaxshi tijorat edi. Shunga u ilgir kiyim bo'lib, Chicago, San Francisco, Washington, Baltimore qatorliq bir necha cho'ng shaharlardami bu tijoratni boshladi. Ondan chet ellarga chiqib, Parij, London qatorliq joylarda nurg'un pul topdi. Edisonning dastlabki xiyol kinoni ekranga tushirish, ondan uniga patifonni moslashtirish orqali kishilarni ko'rinish bilan ovozdan tang lazzatlantirish edi. U yana hamon bir kun kitoblardagi bilimlarni har xil kino qilib ishlab, yosh avlodlarni tarbiyalaymiz deb oldin hukm qilgan edi. Natijada kinodagi obrazlar nihoyat gunga bo'lg'achqa, usulni o'zgartib, bevosita ko'ralaydigan ovozsiz kino ko'rish mashinasini yasab chiqqan edi. Hamda masala shu yerdeki, bu xil mashina garchi obrazlarni ro'shan ifodalab bersa-mu, lekin yanada kichik edi. Uning ustiga bir odamni ko'rishga bo'ladi. Kishilarning umumyuzlik ehtiyojini qondira olmaydi. Shunga u filmni qo'yishni qaytadan tadqiq qilish qaroriga keldi. Oxiri ishdan sirtqi rasmchi Arimatning yordami orqasida 1896-yili bir dona Vita kino apparatini yasab chiqib, obrazlarni cho'ng kichikligi aynan odam bilan tang, jonli holda ekranga tushirdi. Rostini aytganda, kino filmni ishlashni tadqiq qilganlar yolg'iz Edison bilan cheklanib qolmagani o'xshash, kinoni ekranga tushirishni tadqiq qilayotganlarmi faqat Edison emas edi. Fransiya, Rossiya, Angliya, Germaniya, Amerika qatorliq mamlakatlardagi nurg'un olimlarmi bu jihatda sinov qilishyapti. Vita kino apparatidan iborat bu g'uncha echiloy deb turgan paytda kino qo'yish gulzorida bahor shamili chiqib, darhol turli gul chechaklar echilib, rang-rang go'zal manzaralar porliq keldi. Ko'pchilik o'zaro kam yerlarini to'liqlab, o'rtaq nishon uchun bo'shashmay tirishmoqda edi. Edison bu qaynam tashqinliq musobaqa do'lqinida qat'iy bo'shashmay boturlarcha olg'a bosmoqda edi. 1914-yilga kelganda u yana kinoni ovozliq elish ustida izlanib 12-oyning 9-kuni oqshimi Lent tajribaxonasiga ushtum o't ketib, natijada Sho'rgini tajribaxonasining 7 binosi ko'yib kulga aylandi. 3 million dollardan ko'p ziyon bo'ldi. Mena buningga echinganidan yig'livatkili tas qilib, necha yillik qontar bir o't bilan tugidi. Yashinib qolgan cheg'ingizda bundaq tajribaxonani qaytadan selish oson emas. Hech gap yo'q.
Men 67 yoshga kirgan bo'lsam-mu, tek qirmidim. Atigandan tortib hammani qaytadan boshlayman. Ishonamanki, qaytadan ishlayolmagidek darajada qirib ketadigan odam yo'q. Peshqadam olimlar mushundaq qat'iy irodalik bo'lg'achqa, bugungidek mushundaq ham obrazi, ham ovozi yaxshi kino maydonga keldi. 19-asr dunyoga aldirash keldida to'p-to'g'ri 100 yil chopdi. Kishilarning ko'yib pishib qilgan emgaklarini ko'zdan kechirib, mamnuniyat bilan beshini ling'ishtirib qo'yib, yana aldirashlik bilan yenik qadam tashlab, kishilar orasidan ketib qoldi. 20-asrning tunji bahorining qadimi texmi tez bo'ldi. 1899-yili qishning oxirgi kunlaridagi qilin qor ketmay turibla. Bu bahor sharq shamolini boshlab, ko'trangi ruh bilan kirib keldi. Vaqt shuncha tez o'tib ketdi. Lekin tirishchan kishilarmi hurullik qilmadi. Kishilar avval 2 putiga tayinib mengishdi. Ondan harbi yasab, 4 putliq hayvonlarni qaytib olg'ilgirlashdi. Paravuz ijod qilingandan keyin tezlikda rilis yotqizilib, poyezdga o'ltiradigan bo'ldi. Elektr dunyosining siri oshkorlanishi bilanla telegramma berish, telefon bilan so'zlashish, trallobus, tok orqali ig'ir yuklarni yo'tkash orqali narsalarning harakat sur'ati tok bilan o'stirish choralarini tepish qoldirishdi. Qorong'u tushganda lampochka yo'ritiladigan bo'lishdi. Charchagan kishilar har xil kinolarni ko'rib ko'ngil echyapti. Hammaga tok ishiltildi. Tok degan bu narsa shunda qaltis bo'lg'achqa, hamma narsaga tok ishlatgisi kelishyapti. Tokni ishiltish uchun albatta uning manbasini tepish kerak. Ayni vaqtda tok kuchining manbasi asosan 2 narsa bo'lib. Birisi tok chiqarish mashinasi edi. U tugimas putmas quvvatga ega edi, lekin uning hajmi cho'ng ham egri bo'lg'achqa bir yerga elib yurishga bo'lmaydi. Bu uning yetarsizligi edi. Yana birisi akkumulyator edi. U tok chiqarish mashinasiga qaraganda abjil, yengil edi, lekin uning umri nihoyat qisqa bo'lib, uzun o'tmayla jon uzatdi. Qanday qilgan bilanmi kuch bermaydi. Kishilar nurg'un narsalarga akkumulyator ishiltadigan bo'lg'achqa, uning mana mushundaq ojizligidan beshi qatadi. Masalan, trallobus, yuk so'rch mashinalarining gavdasi tok chiqarish mashinasiga qaraganda kichik tursa, uningga bundaq cho'ng narsani qandaqmi o'rnatqili bo'lsin. Uni o'rnatqili bo'lgan holdami bir dona tok chiqarish mashinasining o'zila shuncha ig'ir tursa, mashinaning kuchi yo'tkaydigan narsani so'rashga yetamdi. Amal yo'qda. Yanıla akkumulyatorga tayanmoqdan boshqa chora yo'q edi. Yolg'iz trallobusdek bundaq kichik qatnash quroliga tok chiqarish mashinasini o'rnatqili bo'lmayli qolmasdan, ayni vaqtlardagi poyezd va suv osti paraxodlarmi tok ishiltadigan bo'lg'achqa, bularning hammasi akkumulyatorga tayinadi. Endi masala texmi ko'paydi. Akkumulyatorning umri qisqa bo'lib qolmay, qepin-nepiz o'zini hayda ojiz edi. Chaqlar harakatlanib azroq to'lqin ko'tarilsa, uning beshi qayib, ko'zlari to'rilishib, og'zidan kupi chiqib, hasirab, demi kesilib ketadi. Mana mushundaq chaqlarda mashinalardagi, paraxodlardagi chiroqlar lapildab qoladi. Xabarlashish ushtum-tut uzilib qoladi-da, bir muncha avarchilik keltiradi. Kishilar yo'liqqan bu qiyinchilik albatta Edisonning o'tkir ko'zidan qechib qutulolmadi. 1900-yil atiyaz kirganda akkumulyatorning ruhi atigandan kechgacha Edisonning atrofida aylanadi. Kitob ko'rsa, kitobni ko'rinadi. Xat yozsa, qalamning uchida ko'rinadi. Uxlaganda bir narsa uning yerida hamroh bo'lganda qiladi. Qo'lini so'zib silsa, qo'liga hech narsa urinmaydi. Ko'zini yumishig'la yana paydo bo'ladi. Bir kuni kechqurun u uyga tamoq yeyishga kelib, tamoqqa to'g'ri darmak selib ilishtirib lekin og'ziga solmadi. Mena yerning mijozini bilgachga, uning necha kundan beri ruhiy holatini ko'rib, ko'nglida biror narsani pamlagan edi. Nima kashf qilish ustida boshqa turayotganligini so'rashga tamshalsimi, muvofiq paytni topolmagan edi. Hozir erining tamoq yemay xiyol surib o'ltirganini ko'rib, o'zini tutolmasdan so'radi. "Nima bo'ldingiz? Sizni yana bir nima mastona qilib oldi-ku deyman." Edison bir parcha bolkini og'ziga selib, "Ba'zilar haqiqatan xafa bo'layotdi. Ular qo'g'ishim bilan gungurt kislotasidan xafa bo'layotdi," dedi va sho'rpidan bir yutum ichib, "Amaliyotda xafalik xili cho'ng. Akkumulyator ishiltadiganligi joyda ko'zlarini alaytib, ochiq keladigan odamlar uchrab turdi.
Nimaga muncha ochiqlaydi? deb so'radi Mina kulib. Edison uningga tushuntirdi. Hozirgi akkumulyatorning hammasi qo'g'ishin bilan gungurt kislotasidan yasalg'achqa, uni qo'g'ishin gungurt kislotasi akkumulyatori deymiz. Bu xil akkumulyatorda qo'g'ishin gungurt kislotasi bilan birlashib bir xil ximiyalik o'zgarish paydo qiladi-da, bu o'zgarish jarayonida tok hosil bo'ladi. Biroq gungurt kislotasining chertishi intayin kuchli bo'lib, qo'g'ishin uning chertishidan nihoyat tezli juliq chiqib, sufti butunlay o'zgarib ketadi. Uning sufti o'zgarishi bilanla aslidagi normal va tok chiqaradigan ximiyalik o'zgarish albatta davom qila olmaydi. Shunga kishilar uni umri kalta deb haqoratlasimi, bo'ynini qisib g'am qila olmaydi. Mina anglab kulib ketdi. Qiziq ish. Sizning so'zingizga qaraganda qo'g'ishin akkumulyatori haqiqatan bechora ekan-da. Edisonmu kulib, bu umri kalta kasalga giribdor bo'lganlar haqiqatan bechora. Lekin uning odamlarga salgan avorgarchiligimi haqiqatan oz emas. Siz uni qanday davolamoqchi? deb so'radi Mina. Kasalning yiltizi uning qo'sqida. Men uni operatsiya qilib, uning 3 oylarini almashtirishni o'ylayapman. Mina bir pas o'ylanib so'rdi. Undaq bo'lsa, qo'g'ishin ishlatmasi faqat bo'lmamdi. Shundaq degichilarmi bor, biroq bo'lmaydigan ish yo'q, to'g'rimi? dedi Mina va arqidilla. Sizza shuncha vala yashinib qolganda hammaga urinasiz. Hech narsaga ishonmaysiz. Uning bu bir jumla so'zi Edisonni kuldirib atdi. Atsi tong tumani amdili tarqab, sharq tarafdagi tog'ning ustidan quyoshning yermi ko'rinish bilanla Edison uydan chiqdi. Saharning qattiq sovuqiga qaramay, yarim chaqirimcha yugurib, tajribaxona ishkida yo'qlamaga birinchi bo'lib qo'l qo'ydi-da, aldirab ishxonaga kirib, paltosini selib etib, ish kiyimini kiyib, yangi tajribani boshlashga tayyorlandi. Edison kishilarning jiddiy ehtiyojiga asosan bir xil yangi tipdagi akkumulyator yasab chiqishni niyat qildi. Bu akkumulyator intayin abjil ham chidamliq. Odatda har qanday narsaga so'qilib ketsa-mu, chatoq chiqmaydigan bo'lish kerak edi. Yaqinqi kunlardagi tadqiqotning natijasi shuni ko'rsatdiki, akkumulyatordan chiqadigan kasalning manbasi kislotaliq eritma gungurt kislotasi deydi. Shunga uni davolashda gungurt kislotasining o'rniga bir xil sho'rliq eritmani aralashtirib, ondan sho'rliq eritma bilan qo'shilib ximiyalik ta'sir ko'rsatadigan bir xil modda tepib, uni qo'g'ishin bilan almashtirmoqchi bo'ldi. Yuzaki qaraganda masala nihoyat oddiy. Faqatla ashundoq sho'rliq eritma ishlatsalar, ondan uning bilan ximiyalik o'zgarish yasab to'q paydo qila oladigan modda bo'lsa bo'ladi. Lekin amaliyotda Edison nurg'un odam kuchini ishga selib degudak, hamma ximiyalik elementni ishlatib, 10 ming qitimdan ko'p tajriba qilgan bo'lsa-mu, natijada yana aplashmadi. Bundaq ahvolda ba'zi xodimlarning ishonchisi tavrinib, gumonlanishga tushdi. Ular orqada g'udonshib, bu 10 ming qitimdan ko'proq tajribadagi mag'lubiyat kishilarning akkumulyator uchun qo'g'ishin bo'lmasa bo'lmaydi degan qarashini xato emasligini teqimi isbotladi deyishdi. Bu gap Edisonning quloqiga yetganda, u buningga sakrab ketmay, so'g'uqini kulib qo'yib, "Men tabiat dunyosini akkumulyator ishlab chiqishdagi sirni bexillik bilan yo'shirib qo'yishiga ishonmayman. Biz berilib izlasakla, herib charchashdan qo'rqmasaqla, qachonli bo'lmasin, uni tepib chiqa olamiz." Edison akkumulyatorni sinab qilish bilan shug'ullanayotgan xodimlarni almishib ishlasin, almishib dam olsin deb ularni kechilik, kunduzlik ismini qo'yirdi. O'zi bo'lsa, koni odati bo'yicha kunduzni kechiga ulab ishlaverdi. Uyqusi kelib bo'lolmaganda, o'rindiqqa yo'linib o'ltirib, azroq ko'zining ochiqini chiqarib oladi-da, yan ruhli qalda ishlab ketadi. Har kuni yarim kechida tok chiqarish mashinasi surkilishdan qizib ketgachga ismini almashtirishga to'g'ri keladi-da, 10 necha minut tok berilmaydi. U bundaq yaxshi fursat borligini bayqidi-da. Chiroq o'tishi bilanla vaqtni ching tutib, ikki belikini jo'zi ustiga garalashtirib, beshini qo'yib bir pas uxlab oladi. Tok kelib, chiroq yenishi bilanla u darhol uyg'onib, "Obdan dam olib oldik. G'ayrat bilan ishlayli", deb varqiraydi. Ba'zi bir tajribalar kanay shakllik ayna qochilarda ilib beriladi.
har bir qitimqi tajriba uchun 400 dona qoch ketadi. Har bir qochiga o'xshashmagan tajriba materiallari qochilinadi. Bir qitim 400 dona ayni qocha hammasi degudak chaqilib, sho'rliq eritma hamma yerga yiqib ketdi. Bir yordamchi qayg'urgan holda xo'jayinga qarab turib, "Edison apandim, endi qanday qilamiz?" dedi. Edison chaqilib ketgan ayni qochlar dovsiga qarab, dimiqida kulib qo'yib, "Meningcha biz darhol amal qilib, keyingi xizmat uchun buningdan chidamliq ayni qoch tayyorlashimiz lozim", dedi. Bir kuni Edisonning bir og'aynisi uni yo'qlab keldi. Ishib boqquchi uni to'nig'achqa kulib turib, "Edison apandi akkumulyatorni sinoq qilayotgan chaqda hech qanday kishini kirgizmaslikni, agar ko'rishmisi bo'lmaydigan ish bo'lsa, kotib qabul qilishini topilgan. Bugun o'zlari kelib qoldilar. Albatta, bu belgilimini qo'llanig'ili bo'lmaydi", dedi va uningga pichirlab, o'zlari Edison apandi bilan ko'rishganda, uningga ko'proq nasihat qilib qo'yislar. 60 yoshga kirib qolgan odam yosh vaqtdagiga o'xshamaydi. Kech kunduz demay 2 yildan ko'proq ishladi. Yashangan odamning badani buningga qanday chidashlik bera oladi? Mehmon xabarchining so'ziga beshini ling'ishib ma'qul bo'lgandan keyin uning yuqori chiqishiga ruxsat qildi. Mehmonga bu yerdagi hamma narsa tonish bo'lg'achqa, o'zi udulla binoning ustidagi ximiya tajribaxonasiga keldi. Mehmon eshikdan kiribla Edisonning ko'krigini kerib, birdani uzun ustalning oldida mengib yurganligini va nihoyat ruhliq ekanligini ko'rdi. Ahvolni bilmaydigan kishi bo'lsa, oldida turgan bu tetik kishining kim ekanligini bilmagan bo'ladi. Mehmon kechini kunduzgi ulab 2 yildan ko'p vaqt jafoliq kurash qilgan bu odamga haqiqatan bu odamning badani to'mirdan, irodasi po'latdan yasalgan. Har qancha javri jafomi uni to'sib ololmag'udak deb ichida obirin o'qidi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tunishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atikson programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanlar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlanadi bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayot Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvohid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar omon bo'lsin.